Sozmen tamak tayyor bo'ldi mana. Qish vaqti hammamizga yoqishib qolgan bir xil tamoqni olib keldim. Tamoq bo'lsa sozmen itish usulini men bir ko'rsatib qo'yay, diqqatinglar menda bo'lsin. Emsam o'sha sozmenga ketarlik materiallar. Mana men ko'klar bor. Men yangyo, mana men chinsi, men samsaq, men shomijulaza, mana men sonjang, men go'sht. Mana qolgan men dori-darmonlarimiz mana oqmoch, kavovchin, zira. Mushu lag'maga sey qo'ygandek, mush qozonni qizitib olib, mushu mayni quyamiz. Mana men mayni qizitib oldik, mana go'shtni solamiz. Mana tayyorlab olgan pizimizni soldik. Mana tayyorlab olgan chinsimizni soldik, mana. Chinsini soldik. Mana men sonjangni soldik. Tayyorlab olgan. Tayyorlab olgan mana men lobrimizni silib mana. 1 minut qolib yutamiz. Men tayyorlab olgan yog'imizni solamiz mana. 1 minut yutamiz. Ailede mana azraq shu janggini qo'yib qo'yamiz. Mana men ochiq lazdan kichik selitimiz mana shu midjolarda. Mana. Mana mava tayyorlab olgan mana oqmoch, zira, kavovchin talqini mana buni selitimiz mana ko'rib olgandek. Mana ma'lumga qaynatib olgan suyimizni quyamiz. Mana qaynab pishgandan keyin mana samsaqni soldik. Chidim pishib oldik mana. Buni bir tuzini bir o'tlab baqilay qana. Vah. Ajoyib ketdi ama. Buni tüpünü o'sha qo'lda yaysaqmi bo'ladi. Agar sirtdan xemir do'kondan ekirib pishirsak-mi bo'ladi. Qas qulaylik bo'lsa, shuni qilsak bo'ladi. Mana endi tayyorlab olgan cho'pimizni soldik. Mana cho'pimizni soldik. Mana men pishirib olgan cho'pimizni soldik. Mana. Mana men ko'k piyoz, mana jumg'astirimizni soldik. Mana. Mana shunda o'xshagan bir asha sozmen tamoq tayyor bo'ldi mana. Vah.